Sharq Turkistonda Xitoyning atalmış tarbiyalash markazi nomi ostida lagerlarga qamalgan, soni taxminan 4 milliondan 6 milliongacha bo'lgan Uyg'ur va qozoqlarning organlarining o'g'irlanganligi o'ttirg'i chiqdi. Eng yangi uchurlarga asoslanganda Xitoy turmusida shahid bo'lgan Umar Bakkalining 78 yoshli dadisining badanining kesilganligi va ba'zi organlarining o'g'irlanganligi bildirildi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Saudiya Arabistonlik jurnalist Jamal Khashoggining o'ldirilishini ta'laysizlik deb atadi. Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Beyjingda o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida Khashoggining o'ldirilishi haqida Saudiya Arabiston tarafidan berilgan bayonotlar va tekshirishlar, shundaqla Turkiyaning o'z ichiga olgan barliq taraflarning bayonotlarini ko'zitib kelayotganligini bildirdi. Xitoy Mudofaa ministri Wei Fenghe payshanba kuni qilgan so'zida kim bo'lishidan qat'iy nazar Tayvanni Xitoydan ayirishga harakat qiladi ekan, Xitoy qurolli qismlarining harakatga o'tadiganligini aytdi. U bu so'zini Beyjingda o'tkazilgan Shanshan munbirida degan. Janubiy Xitoy dengizi Amerika va Xitoy orasidagi asosli masalalarning biri. Bu rayonda nurg'un davlatning egilik huquq talash tortishi bor. Angliyaning Saudiya Arabiston va Yaman mudofaa elchisi Leytenant Biri Anli jurnalist Jamal Khashoggi jinoyatidan keyin Saudiya Arabiston podshohining inovati va ishonchisini oshirish uchun valiahdi shahzoda Muhammad ibn Salmonni vazifasidan ilib etishi mumkinligini aytdi. U yana Salmonning xon jamiyati a'zolari va maslahatchilar bilan ko'rishgandan keyin valiahdilik o'rniga kimni tayinlashni qaror qilganligini bildirdi. Amerikada 6 noyabr o'tkaziladigan majlis aro saylamiga 2 hafta qolgan bir vaqtda shubhali posilka voqeasi o'ttirg'i chiqdi. Amerika dushanba kuni Jorji Sorosga, chorshanba kuni Barack Obamaga va Hillary Clintonga ichiga bomba qachilangan posilka avatildi. Artist Robert De Niro va sobiq prezident Joe Bidenmo o'xshash ahvolga yo'liqdi.